Assalomu alaykum. Yangiyo'l tuman axborot kutubxona markazi bugun sizlar uchun Hamroqul Tursunqulov xotirasiga bag'ishlangan videorolikni namoyish etadi. Махта Байрамы – традиционный праздник узбекского народа, праздник хлопка. Но сегодня два праздника слились воедино – праздник хлопка и праздник кино. Hamroqul Tursunqulov Farg'ona viloyatining Vodil qishlog'ida 1892-yil 12-martda o'zbek dehqon oilasida dunyoga kelgan. Rossiyadagi fuqarolar urushi va bosmachilar qo'zg'oloni yillarida Qizil armiyaning 7-otliq brigadasida razvedkachi sifatida xizmat qilgan. Hamroqul Tursunqulov hamkasbi bilan birga o'qdan yaralangan brigada komandirini qutqargan. Urush tugagandan so'ng Ichki ishlar xalq komissariyati qo'shilishidan oldin qolgan bosmachi isyonchilarga qarshi kurashni davom ettirish uchun suv va yer islohotida yordam berdi. 1922-23 Chimyon ijroiya qo'mitasi raisi, 1930-35 Tojikiston SSR davlat xo'jaligi direktori lavozimida ishlagunga qadar bir qancha viloyatlarda boshqa lavozimlarda ishlagan. Bosmachilarning aksariyat hujumlari bostirilgandan keyin 1935-yilda Hamroqul Tursunqulov Toshkentning Yangiyo'l tumaniga ko'chib o'tadi va u yerda dastlab gektariga atigi 5 sentnerdan paxta yig'ib olgan paxta artelida ishlaydi. Tursunqulov o'sha yilning o'zida Kaganovich nomi bilan atalgan boshqa bir artelga, keyinchalik Sharq Yulduzi fermer xo'jaligiga rais bo'ladi. Hamroqul Tursunqulov 1947-yilda gektariga 88 sentner hosildorlikka erishgach, birinchi marta sotsialistik mehnat qahramoni unvonini oladi. Har bir qishloqning o'zini darg'asi, chinollari bo'ladi. El yurt xalqining hurmatiga sazovor bo'lgan, gapi o'tgan, hamma hurmat qiladigan insonlari bo'ladi. Bular o'zi 4 ta bo'lishgan, bir qiz, 3 ta o'g'il. Eng kattalari Hamroqul otamiz, meni otam Qodirqul, kichkinalari Mavlonqul. Meni otam Tursunqulov Mavlonqul aka, dadami katta akalari Hamroqul Tursunqulov. Bu kishilar ham shu yerda mana shu xonadonda 1892-yilda tug'ilganlar. Atoqli qishloq xo'jaligi xodimi, davlat va jamoat arbobi Hamroqul Tursunqulov 1965-yil 9-avgust sanasida 73 yoshida vafot etdi. U Toshkent shahridagi Chig'atoy qabristoniga dafn etilgan. E'tiboringiz uchun rahmat.